Qo'yinglar kanalimiz a'zolari Quva tumani Navkentda, ya'ni Yong'oqdagi Ilichga kirib ketishda, Prezident o'tgandan keyin birinchi ko'chada ushbu uyimiz 8 sotikli uyimiz sotiladi. Bu yerda suvlar bor, hayvon boqish ham sharoitlari bor, bemalol mevali daraxtlargacha bor. Xo'p, bu yerda 5 xona uyi bor, naveslari bor, xudo xolasa, hammomlarigacha bor. Ichkarilarni to'liq ko'ramiz, qani yuringchi. Navkent qishlog'i Obod ko'chasi 62-uy ekan. Kirganimizda to'g'rida 2 ta xona uy bor ekan. Turibsizlar, hozir ichkaridan ko'rsataman. Akfalar qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda mana jitkaboylar 2 ta xona. Bu yerda yosh kattalar uchun juda zo'r joy ekan. Pastdagina qilib qo'yishgan ekan. To'g'rida 3 ta xona mavjud. Hozir uni ham ko'ramiz. Tevalar plastikdan bo'lgan. Oldi ablisovka qilishda bo'lgan ekan, xudo xolasa. Yonlari kafelda bo'lgan. Pollari bo'lgan, xudo xolasa. Kirganimizda chap qo'lda bitta xonamiz. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda yana bitta xona qilib qo'yishgan ekan. Koridor. Bu yerda so'richa qilib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda bitta xona. Remontlari ham yaxshi. Hozir orqa tomondan ko'ramiz, mana ketdik. Orqa tomonimizda hammom qo'yishgan ekan bu yerda. Ko'rib turibsizlar. Va naveslar, o'choq, tandirlari bor, mevali daraxtlari bor. Bemalol hayvon boqsangiz ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, ushbu uyimiz olgan odam mazza qilib, xudo xolasa yashaydi. Fayzli uy. Bu yerda podvallari ham bor ekan. Bemalol podvallariga kirib narsalarni qo'ysalar ham bo'ladi. Xullas, ushbu uyimizni narxini 45 ming dollardan otib beramiz deyishyapti. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib berishadi. Kelib uyning holatini ko'rib, shu holatdagi uyni ko'rib telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.